Dizayn bilan san'atning umumiy tomonlari ham bor, bir-biridan farq qiladigan tomonlari ham tabiiyki bor. Har ikkalasida ham g'oyalar ustida ishlanadi. Kreativlik muhim. San'atda ko'proq kreativlik, g'oya, ilhom muhimroq bo'lsa, dizaynda ilmiy tomonlari nisbatan kuchliroq. Dizaynda siz ko'proq asoslab bera olishingiz kerak fikrlaringizni, g'oyalaringizni. Siz qiladigan mahsulot odatda qanaqadir productionga chiqishini inobatga olib, misol uchun dasturchilarni o'ylagan holda, ma'lum bir texnik qoidalarga amal qilgan holda dizayn qilish kerak bo'ladi. Apple kompaniyasi nima uchun bu darajada muvaffaqiyatli bo'lib ketgan desa, unda Jonathan Ive degan dizayner ishlagan. O'sha ishlagan davrida Steve Jobs bilan birgalikda har bitta mahsulotini ustida o'ta qattiq diqqat bilan ishlagan. Va ana shu jarayonda butun dunyoda dizayn tendensiyalarini o'zgartirib yuborishgan. Nimaga? Sababi qurilma u paytlari bilsangiz, 80-90-yillarda interfeysda bir qulaylik degan narsa bo'lmagan umuman. Boshqa kompaniyalar ham ulargacha bo'lgan, lekin o'ta noqulay narsalar ishlashgan. Ular ana shu muammoni ko'rib turib, nima qilsak foydalanuvchiga qulay bo'ladi deb ishlash boshlashgan. Va natijada bugungi kunda mana ko'rib turibmiz, Apple bozorda eng yetakchi kompaniya. Dizaynda men o'zimga bitta umumiy qoida qilib olganman. Bu qoida Apple kompaniyasining mashhur qoidasi. Ya'ni har qanday ortiqcha narsadan voz kechilinadi. Bu minimalizmning asosiy tushunchalaridan o'zi bittasi. Ya'ni, masalan, har qanaqa mahsulotni bitta interfeysni oladigan bo'lsak, buni qaraymiz. Mana bu element rostdan ham kerakmi degan savol qo'yiladi. Ha degan javob bo'lsa, uni qanaqa qilib chiroyli, qulay ko'rinishda taqdim qilish mumkinligi ustida ishlanadi. Agarda yo'q degan javob bo'lsa, undan o'z-o'zidan voz kechilinadi. Yaxshi dizaynning 3 ta asosiy belgisi, birinchi o'rinda qulayligi. O'sha yaratgan mahsulotingiz rostdan ham foydalanuvchilar uchun qulaymi? Ikkinchisi yoqimliligi. Ko'rgan odamni g'ashini keltirmayaptimi, ko'zini misol uchun og'ritib tashlamayaptimi, boshini og'ritmayaptimi? Uchinchisi keng miqdordagi auditoriyaga mosligi. Masalan, 7 yosh bolakay undan oson foydalana olgandek, 70 yoshli otaxon ham o'sha platformadan oson foydalana olish kerak. Unicorn Softda har qanaqa yangi dastur yoki loyiha boshlanganda, birinchi navbatda albatta loyiha menejerlari tomonidan loyiha o'rganib chiqiladi. Undan keyin dasturlashga o'tishdan oldin dizayn loyihasi ishlab chiqiladi. Ishlashda biz birinchi navbatda o'sha minimalizm, ya'ni soddalikka amal qilishga harakat qilamiz. Har qanaqa ortiqcha narsadan voz kechamiz, kerakli bo'lgan narsani qulay, chiroyli ko'rinishda taqdim qilishga harakat qilamiz. Har qanaqa mahsulot dasturlash jarayonigacha dizayndan to'liq o'tadi. Men jamoam bilan ishxonamizning loyihalari uchun yangi dizayn tizimi ishlab chiqqanman. Bunda Digital Office hali productionga chiqqani yo'q. O'sha umumiy dizayn stilini hamma loyihamizga bu yoqqa tatbiq qilishga harakat qilyapmiz. Unda o'sha interfeysda qo'llaniladigan har bitta element butkul boshidan unikal tarzda ishlab chiqilgan. U battinlar, misol uchun knopkalardan tortib, input formlar, ma'lumot kirgizadigan narsalar, har xil chartlar, jadvallar, umuman bu yoqda menyular va hokazo hamma narsani butkul noldan ishlab chiqqanmiz. Men ko'p harakat qilyapman mana shu o'zbek tilida internet platformalarida, masalan Mediumda ko'plab maqolalar nashr qilishga. Bu nimaga yordam beradi? O'zbek tilida dizaynni o'rganmoqchi bo'lgan yosh dizaynerlarga til bilmasa agar bizda ham farqi yo'q, kirib turib o'qisa baribir foyda oladi. Aytaman dizaynning bazaviy tamoyillari, masalan, tipografika, rang, kompozitsiya, iyerarxiyalar to'g'risida ko'proq foydali ma'lumotlarni berib borishga harakat qilaman. Yaqin 5 yil ichida sun'iy intellekt dizayn sohasida qaysidir sohani butkul yopib oladi deb o'ylamayman, lekin quyi darajadagi mutaxassislarning o'rnini bemalol yopib bera oladi. Yosh dizaynerlar iloji boricha tezroq yuqori natijaga chiqishi uchun ko'proq o'zidan kuchli bo'lgan professionallarning ishlarini kuzatish kerak. Uyalish kerak emas. Birovdan fikr so'rab, undan qanaqadir dakki ishdami yoki ishimni yomonlab tashlaydi deb qo'rqish kerak emas. Yoshmisiz, tajribangiz hali kammi? Tajribalilardan maslahat so'rash kerak.